Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Reuters agentliğinin birinci gündəki xəbərdə göstərilmişcə, Volkswagen şirkətinin baş icraiyyə əməldarı Herbert Diess Germaniyadakı RTL kanalıga öz şirkətinin Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirganligini, ammo shuning bilan bir vaqtda ta'minot zanjirining majburiy emgak chetilmagan bo'lishiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan. O, Xitoy davomli holda iqtisodiy ishning boshlamchisi bo'ladi. Shunga biz Xitoy bilan texnik zich hamkorlashamiz degan. Halbuki Germaniyaning iqtisod ministri Xitoyning kishilik huquq tafsirlanchiliklari sababli Volkswagen şirketining Xitoydagi tijoratining yetarlik mablag' bilan ta'minlashga kafolatlik qilmaydiganligini bildirgan. Volkswagenga o'xshash shirkatlarning Xitoyning jinoyatlaridan aniq xabardor bo'lib turibliq, yanada uning bilan bo'lgan hamkorlikdan mehrini uzamasligi kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilar tomonidan izchil tanqidlanib kelmoqda. Aynı News to'rining birinchi yondagi xabariga ko'ra, Xitoyning davlat taratqusi bo'lmish Xitoy xalqaro televiziya to'ri Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning atalmish terrorlik qilmishini tema qilgan yurishlik hujjatli filmlarni e'lon qilishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yurishlik filmlarning tunjisi bu yil 31-may Xitoy xalqaro televiziya to'rining YouTube kanalida e'lon qilingan bo'lib, mazkur filmda Xotan viloyatidagi atalmish terrorlik voqealari asosiy tema qilingan. Va azaldan davomlashib kelganidek hech qanday mavjud bo'lmagan atalmish terrorlik qilmishlari 3 xil kuchlarning qilmishi deb jarsilangan. Egilishcha mazkur video Xitoyning davlat ichida tarqatilmagan bo'lib, bu uning chet ellik ko'rmanlarni nishon qilgan Xitoyga foydali jamoat fikr shakllantirish o'rinishining bir qismi ekanligini ko'rsatdi ekan. Shundaqla bu filmning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkiston ziyoratidan keyin e'lon qilinishimi bu nuqtani dalillaydi ekan. Gerçi hujjatli filmning qachon ishlanganligi aniq bo'lmasa-mu, filmdagi tafsilotlardan uning mush yil 12-mayda tamomlanganligi mo'ljallanmoqda. Amerika vazirlarining ikkinchi o'yindagi xabariga ko'ra, shu kuni Bayden hukumati Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining Amerikaga import qilinishini cheklaydigan Prezident Joe Biden tarafidan bultur dekabrda imzolangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining mush oyning 21-kundan boshlab rasmiy kuchga ega bo'lganligini jakarlagan. Mazkur qonunga ko'ra, shu kundan e'tiboran Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi tamoman yoki qisman holda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotga majburiy emgakning mahsuli sifatida muomala qildi ekan. Faqat import qiluvchilar mazkur mahsulotlarning majburiy emgak bilan qat'iy chetishlik yo'qligini aniq va qoyil qilinarli faktlar bilan isbotlay olsa, shu mahsulot ondan Amerika bozoriga kira oladi ekan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bu vaqtda shunday degan. Agar bu qonun ijro qilinsa, Xitoy va Amerika shirkatlari orasidagi normal hamkorlikka og'ir ta'sir yetkazadi. Xalqaro ta'minot zanjirini vayron qiladi va natijada Amerikaning o'z manfaatini ziyonga uchiradi. Asiya tadqiqot markazining yuqori darajali siyosiy tahlilchisi Olivia Inos 2-iyun Miros fondi to'g'rida Sharq Turkistondagi saqchi hujjatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatga o'tishga 4 bo'lish kerak nomli maqola e'lon qilgan. Avtorning bildirishicha, garchi uzundan beri shohidlarning guvohligi va sun'iy amroqdan tortilgan lager rasmlarining turkisida Uyg'urlarning qismatiga ko'ngil bo'lib kelayotgan kishilik huquq tadqiqotchilari Xitoyning irqiy qirg'inchilikka berayotganligiga qat'iy ishonib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu qitim oshkorlangan suratlar Xitoyning navbatdagi jinoyatlardan tinib olishiga zinhor imkon qoldirmagan. Avtor yana dunyo miqyosidagi butun davlatlarni bu vaqtda Xitoy qarshi tang harakatga o'tishga, eng kamida hech bir Sharq Turkistonlikni Xitoy qaytarib bermaslik degan. Amerika prezidenti Joe Biden yaqinda Dunyo savdo tashkilotining tojisimon virus vaksinalari jihatdagi patent cheklamalarini bekor qilish to'g'risidagi tashabbusini qo'llaydiganligini bildirgan. Gerçi prezident Biden Xitoyning bu xil patent kechirimidan foydalanmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo mutaxassislarning ko'rsatishicha, Amerika hukumatining Xitoyning aqliy mulk o'g'irlash qilmishlariga tutgan pozitsiyasi izchil holda yetarli darajada qattiq bo'lmagan. Va bu Xitoyning davomli turda Amerikaning ilmiy emgak mevalarini o'g'irlab o'zlarini kuchlantirishiga turtki bo'lgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning aqliy mulk o'g'irlash xohishida hech bir pasayish alomati ko'rilmayotgan bunday paytda Amerika Dunyo savdo tashkilotining mazkur tashabbusini qo'llamasligi, aksicha aqliy mulk huquqiga to'liq o'shar muomala qilish orqali Amerika xalqining manfaatini, shundaqla Amerikaning davlat bexatarligini kafolatga ega qilish kerak ekan. Egilincha Xitoy Boeing shirkatining cho'ng tipli harbiy yuk aeroplanlarining seximisidan tortib, nurg'un aqliy mulklarni Amerikadan o'g'irlagan va hali ham o'g'irlashni davomlashtirmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.